Hammaga salom do'stlar. Bu men Viktorman va bu videoda biz Eva Pop degan o'yinni o'ynaymiz. Va qanday boshlasak? Va men bu o'yinni birozgina o'ynab ko'rdim. Qandayligini tushundim. Va bu o'yin ko'pchilar va ularni kolleksiya yig'sa bo'ladi va ularni ko'p bor va ko'rsataman. Mana menda ikkita ko'p bor. Bu начальник, boshlang'ich va sharik. Va men birozgina o'ynab ko'rdim va yoqdi va shuning uchun bu o'yin video uchun bo'ladi va srazu like bosinglar va YouTube kanalimga obuna bo'linglar va Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Pastda silkani qo'ydim opisaniyada va biz videoni boshlaymiz. Va birinchi men boshlamoqchi bo'lgan bu yerda meni mana shu bular ikkalasi qanday o'ynaydi? Menga ko'proq mana boshlang'ich yoqdi, shuning uchun uni men o'ynayapman. Mana men uni 3-chi darajaga kuchaytirdim. Buni ham 3-darajaga kuchaytirdim, lekin 6-daraja. Lekin bu menga yoqmadi, chunki u yerda yozib qo'ygan mana это Eva размножается зато постоянно растет. Это Eva не размножается, зато постоянно растет. Bu Eva ko'paymaydi, lekin o'sadi. Bu hech nima qilmayman, lekin o'zi o'sib ketadi. Lekin buni uменияsi mana делить, разбивать, больше. Eva несколько маленьких. Bu degani bu juda katta. Mana shu Eva, shu sharik katta Evani shu kichkina shu sharikka bo'la olaman. Va cho'tta ko'p gapirib yubordim. Birinchi o'yinni boshlaymiz. Mana shu boshlang'ich va qanaqandir turnir. Bilmayman nima turnir bu yerda qanaqandir. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin bor ekan, lekin короче tushunmadim. Bo'ldi, boshladik. Tak, bu yerda buni o'tdimmi? Buni o'tdim. Bu yerda mana shuni o'ynab ko'ramiz. Tak, bu yerda qanaqandir T degan narsa chiqdi va hozir o'rnab ko'ramiz. Tak, men bu yerdaman. Va eng yaxshi strategiya bu kattalashish va ko'payish. Bu eng yaxshi strategiya men topgan va shunday qilamiz. Kattalashamiz. Yana bu yerda artefaktlarim bor ekan. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bu yerda qanaqandir knopka bor. O'sha bu artefakt. Bu yerda juda ko'p artefaktlar bor. Qanaqandir olmoschalarga sotib olsa bo'ladi va ularni kuchaytirsa ham bo'ladi. Uni qanday ko'p, zo'r, yaxshi emas. Va hozir mana shu artefaktni sizlarga ko'rsatib, bu faqat mana shunday chaqmoq bilan uradi, boshqa hech nima qilmaydi. Bu yerda buni ko'payamiz. Tak. Ko'payamiz. Yutdik uni. Men keldim, u ketdi. Yoki boshqachamidi? Va bu yerda
portlash bor ekan. Hozir portlatamiz ularni. Yo'q qilamiz, yeymiz. Va bu yerda ikkita o'qidim, aytib qo'ygan ekan, ikkita strategiya bor. Hammani yeyvorish, xuddi mana shu hozir men qilayotgan ish mana hozir bu katta tushyapti va ularni yeyapti. Mana shu hammasini yeb yutsa bo'ladi va yana bitta strategiya bor. Bu 300 ta mana shu evaslarni yig'sa, keyin yutamiz avtomatiski. Bu qulay. Menga eng qulay bu 300 ta eva yig'ib yutish. Lekin bu juda zerikarli-da. Men prosta mana shu bitta uglga bitta kichkinagina joyga qirib shuni ko'payyapman. Bu juda qiziqarli emas-da. Shuning uchun men hammasini yeyman. Hammasini yeb bitiraman va yutdik. Endi qanaqandir yana rank oldim. Bilmayman nima beradi. Tak, bu yerda mendan pul talab qilyapti. Mana shu yana bitta joy va mana bu ikkita joy ochildi. Mana shu yerdan o'tib olaman. Keyingi dunyo mana shu. Bu yerda kichkinagina orolchalar bor va o'shalarni tuzib o'tsa bo'ladi va buni ham o'tishimiz kerak. Sizlarga mana shu birinchi buni o'tishdan oldin men sizlarga qanday artefaktlar qanday ishlashini ko'rsataman. Menda faqat bitta artefakt bor. Bu yerda juda ko'p artefaktlarni sotib olsa bo'ladi. Bu yerda mana 100 ta shunaqa tangachalarga sotib olsa bo'ladi, lekin ularni kuchaytira olmayman, chunki menda shunaqa kartochkalar bor. Uni ham shunday sandiqlarda berishadi. Mana bu yerda yana Eva Pass bor. Bu yerda yana shu zadaniyalar, bu yerda yana magazin, bu yerda pul ishlatsa bo'ladi va bu yerda hozir ko'ramiz qanday evaslar bor bu yerda. Sharik, puding, gadyuka, bu puding, bu jile, gadyuka, bu qanaqandir ilon, smok. 8 oyoq bo'lsa kerak, lekin 8 oyoq emas. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, 8 oyoqmi, 8 oyoq emasmi? Kamuflyaj. Tipa mana u yashirinib oladi, lekin bu qanday ishlashini bilmayman. Камуфляж умеет сливаться и однако враг ни за что не поймет, какого вы размера. Вообще tushunmadim. Черепаха. Toshbaqa. Bilmayman nima qiladi. Ledok. Muz. Objora. Tarjimasini bilmayman. Dikий yovvoyi. Ship. Igna. Призрак. Aroq. Mana 5 yulduzli bo'lsa kerak. 5 yulduzli legendarnilar. Vertolyot, virus, lyagushka. Baqa, kaktus, pchela, bu asalari va plamya, olov. Bo'ldi. Va tak, endi mana shuni o'ynab ko'ramiz va sizlarga ko'rsataman mana shu sharik qanday ishlaydi. Mana shu yerda ko'rsataman. Bu yerda men o'ylayman, bu yerda odam o'ynamayapti. Bu yerda prosta bot bor, chunki odam unaqa o'ynamaydi-ku. Qaranglar. Ular prosta ko'payyapti. Ular nega ko'payyapti? Bu kattalashtirib, hamma o'zini kattalashtirib, hammani yo'q qila oladi, lekin u qilmayapti. Shuning uchun bot deb nom berdim. Yoki bot master prosta yangi o'yinchidir, birinchi marta o'ynayapti. Lekin unday bo'lmasligi mumkin.
Va bu nima qilyapti mana shu u gulni yeb qo'ydi, qanaqandir gul ko'paysa kerak, lekin tak bu yerda maydalaymiz bularni. Hozir ular tushadi. Bu juda неудобный karta dunyo ekanda. Bu yerda ko'payish mana u shariklarga juda qiyin. Ko'payish va bo'lish juda qiyin-da. Bu yerda juda ochiq joy va bu yerda shunaqangi teshiklar bor bu yerda. Meni shariklarim tushib ketadi va mana bu gigantlarni chekiga olish kerak edi. Hozir tushib ketadi va nima bo'lmaydi. Bularni maydalaymiz. Hozir mana shu yerda bekab qo'yishibdi, mana shu joyda. Menga omad kelibdi, shunday evoslar bekab qo'yish kerak. Mana shu tushib ketadi. Yo'q, tushib ketdi. Mana shariklarda o'ynash juda qiyin. Вообще удобный emas-da. Bu yerda ketdi. Gigantlari ham, hammasi ham ketdi. Tak. Yordamchi kuch tepaga, mana shu tepaga chiqib olish kerak edi. O'sha yer yaxshi joy. Mana uni tepaga chiqtirib qo'ysam edi, lekin bunday mana shu yerni. Tak. Bitta gigantni mana shu yerni bekab qo'ysa-da. Yo'q, beka, yo'q, tushib ketdi. Tushib ketdi. Yana bo'lishamiz. Tak, sachraymiz. Mana zo'r, mana shu joyga tushdi. Tak, maydalanamiz. Qanaqandir guli bor, nima qiladi bilmayman. Gulni yeb qo'yish kerak edi. Budish zo'r yedim, bo'ldi. Вообще sachratib yubordik chunki hamma yerga. Asta-sekinlik bilan yeyish kerak. Burada timer bor edi, yo'qoldi-ku, timer. Tak. Endi mana u ko'k, u hozir 300 ta yig'adi va yutadi. Unga 300 ta yig'ishga yo'l qo'ymaslik kerak. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Timer tugadi va okean to'lishni boshlayapti va men yutdim. Shu okean ularni cho'ktirib yubordi va men ularni yutdim. Burada yana bitta aksiya. Olmoschalarni olamiz. Voy, mana buni ham o'ynab ko'ramiz. Zadaniya. 6 ta o'yin o'ynash. Zadaniyani выполнить qildik. Bu yerda redki. Ana u noyob emas-da, noyob sandiq. Ochib ko'ramiz. Redki. 180 ta pul. Kuchaytirgich va bo'ldi. Yana shu pul talab qilaverib jonga tegdi-da. Mana uni kuchaytiramiz hozir. Va 15 ta сила. Скольжение умеет складывать дешевле на 1 единицы. Так, bu yerda yana qanaqa bor? Умение, улучшение, hammasi bo'ldi. Так, bu yerda yana o'ynaymiz. Tanlaymiz. Mana u nima, bu yangi rejimni bilmayman. O'ynab ko'ramiz. Так, bu yerda botlar yana vashi kuchsiz botlar, ular vashi prokachka qilmagan,
kuchaytirmagani